Hurmatli erkaklar, ayolingizning jahli chiqqanda u bilan tortishmang. Uning so'zini jiddiy qabul qilmang. Uni o'z holiga tashlab qo'yingki, xohlaganini aytib olsin. Unga aslo javob qaytarmang. Chunki ayol kishining jahli chiqqan paytda u go'yoki yosh bolaga aylanib qoladi. Yosh bolalar jahli qilganda esa nima qilamiz? Ularni bag'rimizga bosib tinchlantiramiz. Ayollar ham xuddi shunday. Jahli chiqib xafa bo'ldimi, bag'ringizga qattiq bosing va 10 soniya chidang. Mara sizniki.